Muhim yangilik O'zbekistondagi eng ommabop bo'lgan avtomobillar Cobalt va Damas yangilanmoqda. UzAuto Motors yangilangan Damas va Cobalt ishlab chiqarilishini e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, Damasning yangi versiyasi o'lchamlari kattalashgani, yuk ko'tarish qobiliyati va sig'imi oshgani bilan farqlanadi. Cobaltning yangilangan versiyasi esa ilgari mavjud bo'lmagan 12 ta yangi opsiya bilan jihozlanadi. Kompaniyaga ko'ra, Damasning eski va yangi versiyalari haydovchi hamda yo'lovchilar qulayligining sezilarli darajada yaxshilangani bilan farqlanadi. Cobaltning modernizatsiya jarayonida avtomobilning dvigateli yangilangan. ABS tizimi takomillashtirilgan, shuningdek, dvigatel va uning tizimlarini boshqaruvchi yangi blok o'rnatilgan. Chevrolet Cobaltning hozirda mavjud komplektatsiyalariga qo'shimcha ravishda ikkita yangi Cobalt Style MCM va Cobalt Midnight MCM versiyalari taqdim etiladi. Ularning har biri kengaytirilgan opsiyalar to'plami, zamonaviy texnologiyalar, yaxshilangan komfort va yuqori xavfsizlik darajasi bilan ajralib turadi. Yangi model O'zbekiston, Qozog'iston va boshqa eksport bozorlaridagi Cobalt egalari o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga asoslanib ishlab chiqildi. O'zbekiston va xorijdagi respondentlarning 90% dan ortig'i avtomobilni zavod bosqichidanoq zamonaviy funksiyalar va kengaytirilgan komplektatsiyalar bilan ta'minlash zarurligini bildirgan.